Azizlarim, hammaga xayrli kunlar. Bedabavkalar haqida ma'lumot beringlar dedinglar, shu uchun hozir endichi bo'lib sizlarga ma'lumot bermoqchi edim. Qora sedana yog' mam Secret Vostokada bor, alqisti alhindi yog'i bor. Bu gormonal narusheniyadan tortib qon aylanishi hammasiga yaqindan yordam beradi. Odamlar 20 talab olishyapti. Buni foydasini sezib qolib, haqiqatdan zo'r narsa. Keyingisi vitamin D, menimcha hammaga bu ham xavf emas. Hozirgi kunda vitamin D juda ham kerak. Buni ichaman, chunki bo'g'imimda og'riqlar paydo bo'lgan edi va qon tarkibidagi kalsiyga ham kalsium plus K juda ham zo'r ta'sir qilar ekan. Bemalol siz internetdan Faberlic deb mana shu narsani ko'rsanglar, ma'lumotlar olsanglar bo'ladi. Va Arthroforte. Ishonasizlarmi, bir haftaning ichida mana shu kompleks ichuvdim, bo'g'im og'rig'imdan asar qolmadi. Tavsiya qilaveringlar, kattalarga ham bemalol.